Mana do'stlar, 2025-yil 29-dekabr kuni video qilyapmiz. Chuvalchanglar holatlari haqida bir qator video tushirmoqchimiz. Mana do'stlar, qay holatda katta chuvalchanglar mana. Do'stlar, chuvalchanglar a'lo darajada ishlashmoqda. Yaxshi, mana bu tomonlarda bego'mizlarni olib, mana yangi go'ng tashlaganmiz. Yangi go'nglarga endi mana o'tishib ishlashni boshlashibdi. Mana aytgan bo'lsa, do'stlar, yangi o'zlarga o'tdi. Mana do'stlar, bu tomonlarimizga ham yangi o'zga tashlaganmiz. Mana do'stlar, pastki tomonlar chuvalchanglari qay holatda ekan. Do'stlar, zishliklari o'tdi bu yerda. A'lo darajada ekan. Bu tomonlarni begomsga aylantirishgan mana do'stlar. Begomslarga aylantirib bo'lishibdi. Mana do'stlar, qay holatda begom suv tashlashgan. O'z suv berish jarayonida o'ruvdik yerlarga chuvalchanglar yaxshi, a'lo darajada holatlari. Holati yaxshi, yomon emas. Yangi o'zga tashlagan joylarimiz ham bor. Mana bu tomonlari mana go'sh holatda bo'lyapti. Mana do'stlar, qiziqqan aka-ukalar bu biznesga bemalol shug'ullanib daromad qilsa bo'ladi uy sharoitida. Begomlarimizni mana shu tomonga olib, shu begomimiz bor edi. Hammasini klientga sotib tugatdik. Bu esa 1 tonna, 2 tonnaga yaqin, 1 tonna shunday begomlarimiz chiqishi mumkin. Mana do'stlar, kim qiziqib shu biznes bilan shug'ullanaman, uy sharoitida daromad qilaman deganlar bemalol murojaat qilsin.
Kaliforniya qizil cho'lchanglarimiz bor. Zichquloqlari mana shunday zichlikda qilib beramiz mana do'stlar. Mana shu tomonlarda qanotlari o'ta zich ekan mana. Mana zichliklari yaxshi joyda qo'yib beramiz do'stlar. Murojaat qilinglar mana. Zichlikka gap bo'lishi mumkin emas mana do'stlar. Mana o'rnatgan bo'lishi kerak. Olib borib mana bemalol o'zganing mahsulotini tashlab suvini bersa beg'o'miz qilib berishadi. Mana do'stlar o'ta zich holatlarda uchun qarang. Favqulodda go'ngga tarmashib yeyishayotgandi. Holatlari yaxshi mana. Mana shu tomonlarga yangi ozga tashlangan mana. Yangi ozga tashlangan, endi suvni berib yaxshi qaror bo'laversa bu tomonlar ham mana shunday ko'payishadi. Mana. Ostki qismlari mana katta cho'lchanglar bor mana. Ustlari mana yangi ozga tashlagan mana. Aka-ukalar, qiziqqan aka-ukalar bemalol murojaat qilsin. Cho'lchanglarni zichquloqlab beramiz. Bilmagan joylarini o'rgatamiz o'zimiz. Cho'lchanglar mana. Mana tomonlariga yangi ozga tashlangan, to'kilgan. Endi xudo xolasa yaxshi suvlarni berib, ishlovni bersak, bu tomon ham zich bo'lib cho'lchanglar ko'payishadi. Do'stlar, murojaat qilasizlar. Kimdaki mana shu biznesga qiziqqanlar bo'lsa, cho'lchanglarimiz bor. Sog' salomat bo'lasizlar. Telefon raqamlarimizni ekranga qo'yamiz.